Xo'sh do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan Dilisi Baxtbek. Bugungi videomizda biz Dream Points'ni qanaqa qilib ko'paytirishni o'rganamiz. Mana bu Classic Player Crespo. Shularni qanaqa qilib Dream Points'ni tez yig'ib, qanaqa qilib shu futbolchilarni olsa bo'ladi. Sizlarga aytsam, mana bunaqa agentlarni to'dalab qo'ying. Hali yana bir bor. Dilisi bizga chempion sperlar keltiradi. Shuni to'dalab qo'ysak, ochib chempion sperlardan olishimiz mumkin. Dream Points'larga qanaqa qilib tez yig'ishga kelsak, mana bunaqa bonuslardan ko'proq olib, shuni mana bu yerdan bossangiz chiqadi. Shu yerdan bossangiz Dream Points'ni ko'proq ko'paytiradi. Qaysi o'yinlarda men Dream Points'ni ko'proq berishini yaxshi bilaman. Sizlarga aytsam, ko'proq Dream Points oladigan o'yin bu Life Online o'yinlari birinchi o'rinda turadi. Ikkinchi o'rinda mana bu Sobitya. Uchinchi o'rinda mana bu yerdagi Dream Draft yo'q ekan. Uchinchi o'rinda bu botlar bilan o'yin bo'ladi. Botlar bilan o'ynasangiz 100 tadan 150 tagacha Dream Points beradi. Life Online o'yinlarda mana bunaqa bonusdan ishlatsangiz 250 tagacha, 300 tagacha Dream Points olasiz. Sizlarga ko'rsatsam Dream Points'ni tezroq yig'ishni, menga like bosib qo'ying, yanada qiziqarli ma'lumotlarni aytib o'taman. Iltimos mehnatimizni qadrlab, like bosib ketish esingizdan chiqmasin. Obuna bo'lib keting. Menga juda katta motivatsiya bo'lardi agar menga like bossanglar, men sizlarga qanaqa qilib bo'lsa ham Dream Points'ni yanada tez yig'ishni o'rgataman. Iltimos like bosish esingizdan chiqib qolmasin. Bo'pti. Sog', salomat bo'ling.